Salom do'stlar, sizlarga eng arzon polirovka sirini o'rgatib qo'yaman. Birinchi bo'lib mashinamizni yaxshilab yuvib olamiz. Buni uy sharoitida yoki sambo shoxobchalarda ham qilsanglar bo'ladi. Gap spoti bilan bo'lish uchun gidrofob effektini bitta tekshirib beraman. Mashinamizda polirovka ham, keramika ham bo'lmagan. Shuning uchun suvni donachalari kuzovimizda qolib ketyapti. Endi esa Wesley brendini avtovoskini olamiz. Ichidan o'zini gubkasi chiqadi va albatta o'zini simesi bo'ladi. Voskimizni kuzovimizga tekkizib chiqamiz va aylanma harakatlar yordamida professional polirovkachilarga o'xshab yaxshilab surib chiqamiz. Xohlasanglar bir sloy, xohlasanglar 2 sloy sursanglar ham bo'ladi. Yaxshilab surib olganimizdan keyin uni 5-10 daqiqaga quritib qo'yamiz. Endi esa qurib bo'lgan voskimizni yengil mikrofibralarga bitta yaxshilab artib chiqamiz. Artib bo'lganimizdan keyin natijasiga o'zingizlar bitta baho bermasanglar bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek suv tomchilari kuzovimizda qolayotgani yo'q. Agarda o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, bu kuzovni mumlash deyiladi. Endi bu kuzovimiz Wesley brendining avtovoska, ya'ni mumlash vositasi bilan gidrofob effekt, blesk va albatta zararli narsalardan himoya vositasi bilan ta'minlandi. Kontent foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar.